bo'lib bolasiga, otasi-yu onasiga, sog'inch bilan oilasiga maktub yozar musofirlar. Sog'inch bilan oilasiga maktub yozar musofirlar. Sabr nonin tishlamoqqa, o'sha yurtda qishlamoqqa. Sabr nonin tishlamoqqa, o'sha yurtda qishlamoqqa. Kech kuzgacha ishlamoqqa reja tuzar musofirlar. Kech kuzgacha ishlamoqqa reja tuzar musofirlar. Qaysam uyim quraman deb, davru davron suraman deb. Qaysam uyim quraman deb, davru davron suraman